Assalomu alaykum. Dasturlarimiz davom etadi. Bugun O'zbekiston aholisi soni qanchaga yetdi? Mamlakatdagi qishloq xo'jaligi yerlaridan foydalanish holati qanday? Chorva mollari va parrandalar soni haqida aniq raqamlar mavjudmi? Har bir davlatni rivojlantirish istiqbollarini belgilashda unda yashovchi aholining demografik va ijtimoiy-iqtisodiy xususiyatlari, turmush darajasi va farovonligi, qishloq xo'jaligi holatini aniqlash juda muhimdir. Bunda ro'yxatga olish dolzarb ahamiyatga egadir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasida aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirlarini o'tkazish to'g'risidagi farmoni bilan bu borada qator vazifalar belgilab berildi. Xususan, O'zbekistonni ro'yxatga olish tadbirlari 2026-yilning 15-yanvaridan 28-fevraliga qadar o'tkaziladi. Ushbu tadbirlar qanday tashkil etiladi, unda aholining ishtiroki qanday bo'ladi? Shu kabi yana ko'plab savollarga bugun dasturimiz davomida ekspertlardan batafsil ma'lumot olishga harakat qilamiz va ayni maqsadda studiyamizga Milliy statistika qo'mitasi raisi o'rinbosari Zohidjon Ziyoyev hamda O'zbekiston mahallalar uyushmasi mas'ul xodimi Mumtozbek Meliqo'ziyevni taklif etganmiz va shuningdek dasturimiz davomida Zoom orqali Milliy statistika qo'mitasi mas'ul xodimi Zulayho Xudoyorova bizning suhbatimizda bo'lib savollarimizga javob beradilar va dastlab Zohid aka sizga yuzlanmoqchi edim. Bilamiz, yurtimizda umummilliy ro'yxatga olish bu oxirgi marta 1989-yilda o'tkazilgan ekan. Orada juda katta tanaffus mavjud. Chunki jahon tajribasida ko'ramiz, mana shunday tadbirlar har 5 yillik, har 10 yillikda o'tkazib kelingan. Bizda bu tadbirlardagi uzoq tanaffusga nima sabab bo'lgan? Birinchi savoli va shuni davomi sifatida umuman olganda ro'yxatga olish davlat uchun qanchalik ahamiyatga ega va bu nima beradi? Shu savollarga javob olsak dastlab. Assalomu alaykum. Avvalambor taklif uchun katta rahmat. Mana hozir to'g'ri ta'kidladingiz. Prezidentimizning ushbu tadbirni sifatli va tashkiliy jihatdan to'laqonli o'tkazish bo'yicha alohida farmonlari qabul qilindi va bu farmonni ochib o'qiydigan bo'lsak, ushbu tadbirni barcha tashkiliy masalalarini ushbu hujjat bilan to'laqonli yoritib topshiriqlar bilan belgilab berilgan. Endi tadbir haqida to'xtaladigan bo'lsak, hozir mana o'z aytib o'tdingiz, oxirgi marta O'zbekiston hududida bu turdagi tadbir 89-yilda o'tkazilgan, lekin aholi soni hozirgi kunda ham e'lon qilib boriladi-ku, hisoblab boriladi-ku degan. Bu o'ziga yarasha o'sha statistik usul orqali hisob-kitoblar, ya'ni tug'ilish, o'lim va o'sha O'zbekiston hududiga ko'chib kelganlar va ko'chib ketganlarni hisob-kitobi asosida umumiy aholi soni e'lon qilib boriladi. Ya'ni bu aniq songa yaqin raqamlar, bu statistik shu uslubiyotlarni qo'llagan holda. Lekin shunday amaliyot bor, shunday qoida borki, ya'ni ma'lum bir davrlarda ushbu raqamni yana qayta tekshirish uchun, real holatga mosligini to'g'rilab olish uchun har 10 yilda o'sha aholini va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirlari amalga oshiriladi. Tadbirdan asosiy kutilayotgan natijalar bu faqatgina soni emas, balki o'sha aholini demografik tarkibi, ya'ni yosh jihatdan, millat jihatdan va uni bilim darajasi va uy sharoitlari bu jarayonda ko'riladi va shu bilan birga mana so'nggi yillarda yana shu xalqaro tajribani ko'radigan bo'lsak, shu amaliyot keng tarqalmoqda. Ya'ni aholi va qishloq xo'jaligini tadbirni birgalikda o'tkazish, ya'ni aholini ortiqcha bezovta qilmaslik. Ya'ni har bir savolnoma bilan uyga kirib kelinganda aholi qo'shimcha bezovta bo'ladi. Shuni hisobga olgan holda ikkita tadbirni birgalikda o'tkazilish holatlari ham kuzatildi. O'zbekiston amaliyotini shakllantirishda ham shu eng ilg'or xalqaro tajribalar o'rganildi va shuni birgalikda o'tkazish qarori qabul qilindi va bu jarayonda oiladagi o'sha uy xo'jaligida yuritilayotgan qishloq xo'jaligi, yetishtirilayotgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari yoki boqilayotgan o'sha qishloq xo'jaligi hayvonlari soni va uni tarkibi ham bir varakaga o'rganish amalga oshiriladi. Bu nimaga foydali deganda, bu kelajakdagi o'sha davlat tomonidan strategik rejalarni tuzishga juda muhim hisoblanadi. Albatta, bunda shu aytib o'tganingizdek ko'plab ma'lumotlar olish imkoniyati bor, aynan mana shu ro'yxatga olish davomida va boya kirish so'zida aytib o'tdim. O'zbekistonda mana shu tadbirlar begona emas. Ma'lum bir kichik hajmda sinov tariqasida o'tkazilgan ekan. Shu 2021-yil, keyin 2024-yilda Zulayho opaga yuzlanmoqchi edim. Zulayho opa, biz bilan aloqa yaxshimi sizda?
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sinov tariqasida o'tkazilgan tadbirlar haqida ma'lumot bersangiz, chunki bu tajriba bizda yo'q emas. Ma'lum bir bosqichda, ma'lum bir kichik bir mintaqa darajasida, bir hududlar darajasida o'tkazilgan ekan. Ularning tajribasi, ularning yakunlari qanday bo'lgan, umuman u yerda qanday ko'rinishda jarayonlar tashkil etilgan, shular haqida ma'lumot taqdim etsak. Marhamat. Rahmat sizga savol uchun. Assalomu alaykum. Bu to'g'ri aytdingiz, har bir ro'yxatga olish jarayonlari albatta sinovsiz amalga oshirilmaydi. Sinov tariqasida ro'yxatga olish bu xalqaro tajribadan ham bilamizki, ro'yxatga olishning tayyorgarlik bosqichiga kirib ketadi. Bu juda katta davlat miqyosidagi tadbir bo'lgani uchun ham xalqaro miqyosda barcha davlatlar asosiy ro'yxatga olishni o'tkazishdan kamida 2 yil oldin sinov tariqasida ro'yxatga olishni o'tkazishadi. Sinov tariqasida ro'yxatga olishdan asosiy maqsad bu ishlab chiqarilgan, tayyorlangan savolnoma loyihalarini sinovdan o'tkazib olish, tayyorlangan dasturni sinovdan o'tkazish hamda barcha tayyorlangan normativ uslubiy hujjatlarni sinovdan o'tkazib olish hamda o'sha ro'yxatga olish xodimlari ishlash jarayonlari, ro'yxatga olishda savolnomalarni to'ldirishga ketadigan vaqtni o'lchash, bu narsalar hammasi shu aprobatsiya deymiz, sinovdan o'tkazishni talab qiladi. Chunki bu albatta katta xarajat talab qilgani uchun bu narsani juda ham bir optimal ko'rinishda o'tkazish uchun sinov albatta muhim. Biz respublikamizda ham 2021-yil 1-noyabrdan 25-noyabrgacha respublikamizning 4 ta hududida sinov tariqasidagi aholini ro'yxatga olish o'tkazilgan. Bu Andijon viloyatining Xo'jaobod tumani, Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumani, Toshkent shaharining Yashnobod tumani hamda Xorazm viloyatining Xiva shahrida 4 ta hudud tanlab olinib, sinov tariqasidagi aholini ro'yxatga olish o'tkazilgan. Shuningdek, 2022-yilda sinov tariqasida qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish o'tkazish ham 2 ta hududda o'tkazilgan. Bu 4 ta hududda 2021-yil o'tkazilgan sinov tariqasida aholiga ro'yxatga olishi dastlabki ko'rinishi bu qog'oz ko'rinishda, ya'ni an'anaviy uslubda o'tkazish rejalashtirilgandi. Dastlab bunda qog'oz shaklida savolnomalar chop etilib, o'sha 4 ta hududdan malaka talablarini qo'yilgan holda xodimlar jalb etilib, sinov tariqasida ro'yxatga olish o'tkazildi. Bunda asosiy usulda o'sha an'anaviy, ya'ni qog'oz blanka shakllari chop etilib, o'sha paytda 5 ta savolnoma shakllari tayyorlangan edi. Bu savolnoma shaklarini o'sha ro'yxatga oluvchilar uyma-uy yurgan holda qog'oz shakldagi savolnomani to'ldirishni amalga oshirishgan. Bundan tashqari, o'sha statistika qo'mitasi rahbariyati tomonidan o'sha planshet qurilmalariga ham o'sha tayyorlangan dasturiy ta'minot o'tkazilgan edi. Bitta mahalla kesimida planshetda ham savolnoma qog'oz ko'rinishda emas, balki planshet ko'rinishda ham o'tkazilgan. Bundan asosiy maqsad sinash edi. Masalan, qog'oz ko'rinishdagi savolnoma shaklini to'ldirish qulaymi yoki optimalmi yoki planshetmi? Buni sinash uchun mana shu uslub qo'llanildi. Savolnoma shakllari to'ldirilgandan keyin yig'ib olinib, 3 oy muddatda bular aholini ro'yxatga olish dasturiga kiritilgan birma-bir. Hamda planshetda endi to'ldirgan paytda o'tda avtomat tarzda dastur yuklangandan keyin o'tdagi tushgan ma'lumot avtomat tarzda bazaga kelib chiqadi. Buni alohida o'sha operatorlar qo'lda kiritish talab etilmaydi. Ushbu sinov tariqasidagi aholini ro'yxatga o'tkazishdan keyin barcha narsalar hisob-kitob qilindi, xarajatlar ayniqsa bunda shunday to'xtamga kelindiki, qog'oz shaklidagi, ya'ni an'anaviy ko'rinishdagi aholini ro'yxatga olishdan ko'ra elektron qurilmalar, shu planshet qurilmalari orqali uyma-uy yurib aholini ro'yxatga olish o'tkazish samarali ekanligi samarali deb topildi va shundan keyin mana hozirgi mana 26-yil rejalashtirilayotgan aholini ro'yxatga olishda aynan o'sha planshet qurilmalaridan foydalanish, internet hamda planshet qurilmadan foydalangan holda aholini ro'yxatga olish xarajatlarda kam sarf qilishi hamda o'sha ro'yxatga oluvchi xodimlari ham kamroq olinadi. O'sha mana shu qism, mana shu jihatlari hisob-kitob qilinib, bu optimal variant ekanligi topildi.
o'sha sinov tariqasidagi ro'yxatga olish o'tkazilgan paytda albatta xodimlar jalb etildi. Bu ham albatta yana ko'p jihatlar sinov tariqasida ro'yxatga olishda juda ko'p jihatlar ko'rib chiqiladi. Masalan, aynan kimlarni jalb qilish muhim bo'ladi. Keyin masalan uy xo'jaliklaridagi aholi berilayotgan savollarga qanday munosabat bildiradi, savollar ularga qanday ta'sir qiladi, qanday javob beradi. Bu ham albatta keyingi savol asosiy aholini ro'yxatga olishda o'sha savolnoma shaklarini ham Zulayho opa, sizga qaytamiz, chunki bu yilgi, ya'ni o'tkazilishi kutilayotgan jarayonlarda qanday savolnomalar bo'ladi? Aynan mana shu savolni navbatdagi savol sizga bo'ladi. Ungacha esa Zohid aka, sizga yana bir qisqa ma'lumot olsak-da, undan keyin Mumtozbekka o'tamiz. Bu yilgi jarayonlar, shu aytib o'tganimizdek, 26-yilning 15-yanvaridan 28-yilning 28-fevralga qadar, 15-yanvardan 28-fevralga qadar tashkil etiladi. Necha bosqichda bo'ladi? Qanday bo'ladi? Mana shu bosqichlarni aytib o'tsangiz, undan keyin bu yerda katta yuklama, to'g'risi aytish kerak, mahalla 7ligiga tushyapti. Undan keyin Mumtozbekdan so'raymiz, jarayonlarga tayyorgarlik qanday bo'ladi va bu bosqichga hozirgi kunda qanday jarayonlar ketyapti? O'qitish masalalari bor, ishni tashkil qilish masalalari bor, kimlar jalb qilinadi bu ishlarga va ularni rag'batlantirish masalalariga keyin to'xtalamiz. Dastlab shu bosqichlar. Savol uchun katta rahmat. Albatta bu tadbirni juda murakkabligidan, keng qamrovligidan kelib chiqib, buni bosqichlarga bo'lib o'tkazish reja qilindi. Dastlabki bosqichda, ya'ni hozir aytilgandek 15-yanvardan 31-yanvargacha bo'lgan davrda bu alohida veb-sayt orqali, ya'ni census.stat.uz veb-sayti orqali aholiga o'zi haqida va oilasi haqidagi ma'lumotlarni mustaqil to'ldirish imkoniyati yaratib berildi. Ixtiyoriy. Bu har bir fuqaroni o'sha davlatdagi o'zini hissasini qo'shish. Ya'ni hozirgi shiorlar ham o'sha yangi O'zbekistonni bir qismi bo'l shiori ostida shuni biz targ'ib qilyapmiz. Ya'ni har bir fuqaro xuddi saylovda qatnashgandek o'zini shu jarayonda faol qatnashishiga chaqirib qolamiz. Bu xalqaro tajribada ham juda keng tarqalgan, ayniqsa so'nggi yillarda o'sha internet tarmog'ini, internet texnologiyalarining rivojlanishi orqali aholini shunday bir jarayonlarda elektron shaklda ishtirok etishini biz ta'minlab beramiz. Ikkinchi bosqich bu ma'lumotlarni qisqa muddatli tahlili bosqichi, ya'ni to'plangan hududlar kesimidagi barcha o'sha taqdim etilgan ma'lumotlarni hududlar kesimida biz taqsimlaymiz va har bir mahalla kesimida qancha odam ro'yxatdan o'tganini taqsimotini mahalla idorasi bilan birgalikda qilamiz, ya'ni O'zbekiston mahallalar uyushmasi bilan birga. Ana endi 3-bosqichda bu 4-fevraldan 28-fevralgacha bo'lgan davrda mahalla 7ligi vakillari o'zini planshet qurilmalari yordamida uyma-uy yurgan holda ushbu savolnomalarni to'ldirish ishini amalga oshirishadi. Ya'ni bu jarayonda qaysidir xonadon agar internet orqali o'tgan bo'lsa, uni o'sha internet o'tish yakunida sertifikat taqdim etiladi. Bu sertifikatni ko'rsatish orqali o'sha oila ro'yxatdan o'tganini ro'yxatdan o'tkazuvchi xodim aniqlaydi. Va shu jarayondan uni ikkinchi marta o'tkazishni oldini olishimiz mumkin bo'ladi. Va mana aytib o'tganimizdek, mahalla 7ligi, Mumtozbek, sizga yuzlanmoqchi edim. Jarayonlarda eng faol qatlam bo'ladi. Shu uyma-uy yurish masalasi bor, chunki bilamiz, mahalla 7ligida shu uyma-uy yurish o'rganish bo'yicha ma'lum tajribalari bor. Bu jarayonlarga tayyorgarlik hozirgi kunda qanday ketyapti? Chunki farmonda ularni o'qitish masalasi bor. Kimlar jalb qilinadi? Chunki o'zini kundalik ishi bor. Deylik, mahalla 7ligini har shu yoshlar bo'ladimi, xotin-qizlar masalalari bo'ladimi, boshqa yo'nalishlar bo'ladimi? Ularni ishiga ta'sir qilish darajasi qanday va o'qitish jarayonlari qanday bo'ladi? Umuman olganda kimlar jalb qilinadi bu jarayonlarga? Avvalambor assalomu alaykum. Mana hozir yuqorida hamkasblarimiz Zulayho opa, Zohidjon akalar juda ham to'g'ri ta'kidlashdi. Bugungi kunda O'zbekistonda, mamlakatimizda 9008 ta mahallalarda bevosita mahalla 7ligi a'zolari faoliyat olib boryapti desak noto'g'ri bo'lmaydi. Bugungi kungacha so'nggi 2 yilda, men e'tibor berishingizni so'rardim, so'nggi 2 yilda 4 marotaba mahalla 7ligi a'zolari 4 marotaba xatlov o'tkazildi. Xatlov jarayonlarida to'liq aholimizni qamrab olindi. O'sha mana shu joydagi aholilardagi har bir mahallalardagi ko'chalar mahalla 7 a'zolariga biriktirib berilgan.
kerak bo'lsa xonadonlar ham mahalla yettilik a'zolariga birma-bir bo'lingani mana shu oldimizda turgan muhim jarayonga mahalla yettiligi bevosita a'zolari tayyorligi desak mubolag'a bo'lmaydi. Namangan viloyatida hurmatli prezidentimiz tashriflari mobaynida alohida e'tibor qaratdiki, bugungi kunda dunyoning ko'plab mamlakatlariga qiziqarli bo'layotganligi hech qayerda bir ko'rinmas, hech qayerda bir uchramagan tizim, ya'ni bir mahalla yettiligi tizimi bizni yurtimizda faoliyat olib borilayotganligi bevosita xalqaro hamjamiyatda ham ularni qiziqishini bugungi kunda ko'rsak noto'g'ri bo'lmaydi. Eng qizig'i ta'kidlashimiz joizki, har bir mahalla yettiligi a'zolari bugun juda ham katta tajribaga ega. Ular har birlari mana Zulayho opa aytganlaridek o'zlarini planshetlari bilan ta'minlangan. Mahalla raislari ham bugungi kunda planshet bilan ta'minlanib, eng qiziqarli bir ma'lumotni aytaman. O'zbekiston mahallalar uyushmasi tizimida raqamli mahalla platformasi tashkil qilingan. Bu hozir nima deydi, sinov tariqasida faoliyat olib boryapti, lekin bu aynan mahalla kesimidagi barcha ma'lumotlar, aholi bo'ladimi, ko'cha bo'ladimi yoki bo'lmasam aholimizni turlarga bo'lganligimiz ma'lumotlarimiz ham bugun mana shu raqamli mahalla platformasida o'z aksini topganligi bizni kelajak oldimizdagi mana shu muhim siyosiy jarayon desak noto'g'ri bo'lmaydi. Shu siyosiy jarayondagi mana shu mahalla raislari planshetlaridan foydalanishni o'rgandi. Shu raqamli mahalla platformasiga bevosita shu yettilik o'zlarini planshet orqali ma'lumotlarni to'ldirib borishligi va mana shu planshetlariga mana mobil ilova Zohidjon aka aytgan onlayn to'ldirilishni mobil ilovalari mana shu planshetlarga o'rnatib berilishi biz o'zimizni oldimizdagi ilk rejalar qilib turibmiz. Qolaversa o'qitish tizimiga keldik. Biz mana statistika qo'mitasi bilan birgalikda mahalla yettiligi a'zolarini birinchi navbatda kaskad usulida o'qitishni biz reja qilyapmiz. Bu nima degani? Bu birinchi navbatda statistika qo'mitasi mahalla yettiligi a'zolarini joylarda o'qita oladigan nima deydi, trenerlarni birinchi tayyorlab berishsa, biz barcha shu kaskad usulida hududlar kesimida mana shu o'quv jarayonlariga barcha mahalla yettiligi a'zolarini bevosita to'liq holatda biz jalb qilishni o'zimiz birga kelishib oldik. Undan tashqari yana bir narsani aytishim kerakki, biz o'z oldimizga mana shu ilk hafta mobaynida biz 9800 ta mahallalarga barcha mahallalarni yettilik a'zolarini vakansiyalarini to'ldirilishligimizni biz oldimizga asosiy maqsad qilib qo'yganmiz. Bu nima uchun? Chunki har bir mahallada mana biz hozir hukumat qarori ishlab chiqilgan. Buni hozir Zohidjon aka ham alohida to'xtalib o'tsalar kerak. Mahallalarda statsionar ro'yxatga olish uchastkalar tashkil qilinadigan bo'lyapti. Bu uchastkalarga boshliq sifatida mahalla raislari, o'rinbosar sifatida profilaktik inspektori bo'lishi kutilyapti. Bu albatta bugun mana shu muhim jarayonda mahalla yettiligini shunchalik bir hurmatli prezidentimiz shu farmonda alohida mahalla yettiligi orqali o'tkazilishi deb belgilanganligi, men o'ylaymanki, yurtimizda mahalla yettiligi tizimini o'zini oqlayotganini desak, menimcha noto'g'ri bo'lmaydi. Albatta, bu jarayonda mahalla yettiligi bu katta kuch, katta va to'g'ri yo'l sifatida ham qarashimiz mumkin. Bilamiz, jahon tajribasida alohida guruhlar, alohida volontyorlar guruhi jalb qilinadi. Ularga aytib o'tganingizdek, planshetlar olib berish kerak. Umuman jarayon bor. Hozir bizda tayyor ishlab turgan tizim bor. Uning imkoniyatlaridan foydalanish umuman oqilona yo'l va bu kam xarj yo'nalish ham hisoblanadi. Va Zulayho opa, sizga yuzlanmoqchi edim, agar aloqada bo'lsangiz. Zulayho opa, qanday savolnoma bo'ladi? Ya'ni aholimiz qanday savollarga javob berishi kerak bo'ladi? Umuman olganda ular bilan muloqotda ma'lum bir vaqt chegarasi ham bo'lishi kerak. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, bu borada qanday bir me'yorlar belgilanyapti, talablar bor hozirgi kunda? Rahmat savolingiz uchun. To'g'ri, muhim savollardan biri. Savolnoma shakllarimiz hozir jami aynan uy xo'jaliklariga yuklama bo'lib tushadigan o'sha 5 ta hisoblanadi. O'zi jami 6 ta. Bu 6-chi savolnoma shaklimiz aynan qishloq xo'jaligi korxona va tashkilotlari uchun mo'ljallangan. Bular alohida platforma bo'yicha o'tadi. Aynan 5 ta savolnoma shakli uy xo'jaliklari uchun mo'ljallangan. Bunda birinchi savolnoma shaklimiz aynan uy xo'jaligini xususiyatlari, uni turi, yashash sharoitlari bilan bog'liq savolnoma hisoblanadi. Ikkinchi savolnoma shaklimiz keling shuni ochib ketaylik. Aholiga qanday aynan savollar beriladi? Misol uchun uyda qancha a'zomi yoki ishlimi yoki ishsizmi? Umuman qanday bir savollar bo'ladi? Keling uni aniqroq tushuntirib bersak. Chunki xalqimiz, tomoshabinlarimiz ko'ryapti. Chunki muhim jarayon tashkil etiladi. Uning muhimligini tushuntirib bera olishimiz uchun hozir mana shu ma'lumotlar muhim biz uchun. Rahmat. Birinchi savolnoma shaklimiz uy xo'jaligini
uy xo'jaliklarida mavjud qulayliklar hamda shart-sharoitlar deb hisoblanadi. Bunda birinchisi o'sha uy xo'jaligini manzili ko'rsatiladi. Undan tashqari uy xo'jaligida yashovchi o'sha uyda yashovchi uy xo'jaliklari soni, oilalar soni, undan tashqari har bir aynan o'sha uy xo'jaligida yashovchi uy xo'jaligi a'zolari uchun hammasi uchun birma-bir savolnoma birma-bir to'ldirib chiqariladi. Bunda ism familiyasi, tug'ilgan joyi, tug'ilgan yili, shaxsga doir ma'lumotlar ham to'ldiriladi. Albatta, masalan, o'sha uy xo'jaligida nechta a'zo yashasa, hammasi uchun birinchi shakl to'ldiriladi hamda masalan yashab turgan xonadon nechanchi yilda qurilgan degan savollar bor. Uni turi, masalan, qurilgan devorlari qanday materiallardan qurilgan. Undan tashqari ushbu xonadonda mavjud qulayliklar, sanitariya gigiyenik sharoitlar, suv bilan ta'minlanganmi, gaz bilan ta'minlanganmi, mana shu hamma savol. Undan tashqari savol qo'shilganki, ushbu xonadonda o'sha 15-yanvar holatiga, bizda kritik moment deymiz, ushbu holatga xonadon a'zolari o'sha chorva mollari yoki parrandalar boqadimi, uni xo'jaligida foydalanishida yeri mavjudmi degan savollar bor. Bu savol qulaylik keltirish uchun qo'shilgan. Albatta, agar ha desa, bu 5-shakl, ya'ni o'sha qishloq xo'jalik bilan bog'liq savolnoma shakllariga o'tadi. Undan tashqari ikkinchi shaklimiz bor. Bu shaxsga doir ma'lumotlar deyilgan. Bu yerda boya aytganimizdek, ismi, familiyasi, tug'ilgan joyi, tug'ilgan yili, ayollar uchun nechta farzand dunyoga keltirgansiz, tilingiz, millatingiz, fuqaroligingiz, daromad manbaingiz hamda qayerda ishlashi hamda qaysi tarmoqlarda ishlashi, hozirgi kunda ishlaysizmi yoki ta'lim olasizmi kabi savollar tuzilgan. Bu savollardan xalqimiz bir cho'chish yoki bir xavfsirash kerak emas. Bu savollar aynan ularni har biri bo'yicha, masalan, ta'lim darajasi, bandlik kabi muhim ma'lumotlar yig'ilishida rol o'ynaydi. Bu savollar endi har bir aholi cho'chishi mumkin, nimaga mani shaxsga doir ma'lumotlarim yig'adi degan, endi albatta tabiiy savol. Bu ma'lumotlar yig'ilgani bilan bu o'sha yopiq yo'l bilan planshetda to'ldirilgandan keyin avtomat tarzda bazaga jo'natiladi, shifrlanib jo'natiladi hamda bu ma'lumotlar faqat o'sha statistika qo'mitasiga kelganda faqat statistik maqsadlar uchun foydalaniladi. Ya'ni bu bitta shaxs bo'yicha ma'lumot hech qachon e'lon qilinmaydi. Bu narsalar hudud kesimida, mahalla kesimida, viloyat, respublika kesimida umumlashtiriladi. O'sha ma'lumotlarni qayta ishlash jarayonlarida o'sha ikkinchi bosqichda shaxsga doir ma'lumotlar egasizlantiriladi. Ya'ni uni hech qanday holatda uni bitta shaxs kesimida ma'lumot topilmaydi, umumlashgan, qo'shilgan bo'ladi. Zulayho opa, albatta bu ma'lumot juda muhim hisoblanardi, chunki shaxsga doir ma'lumotlar bor, uning xavfsizligi bor, chunki turli fuqarolarimiz bor. Misol uchun bandlik masalasida bu soliq organlariga keyin bu ma'lumotlar berilishi mumkin degan xavflar mumkin, savollar tug'ilishi mumkin. Bu tabiiy jarayon, chunki uzoqdagi bunga jahon tajribasida ham bor. Umuman olganda mana shu narsani so'ramoqchi edim. Ya'ni mahalla yettiligi tarafdan ma'lum bir kunlar belgilanadimi deylik. Hozir mahalla yettiligi o'sha uy-muy yuradigan jarayonda ogohlantiriladimi? Ya'ni ma'lum sanada yoki ma'lum kuni, misol uchun biz mana bu hududni o'tkazamiz, mana bu mahallani o'tkazamiz. Mahalla oldindan ogohlantiriladimi yoki o'sha uy-muy yurib, kim uyda bo'lmasa o'tkazib ketiladimi? Qanday bu jarayon tashkil etiladi? Kimdan eshitamiz? Endi agar ruxsat bersanglar, qisqacha biz boshlanish jarayonini aytadigan bo'lsak, mana hozir aytganimizdek, o'sha bosqichga bo'linganda birinchi bosqichda internet orqali o'tiladigan bo'lsa, lekin mahalla yettiligi bu bosqichda ham mahallada shu internet orqali o'tish bo'yicha ham targ'ibot ishlari, ham tushuntirish ishlarini amalga oshirishi rejalashtirilmoqda va ikkinchi asosiy bosqich, ya'ni mahallalarda uyma-uy yurish bosqichi boshlanishida hammaga e'lon qilinadi bu kunlar. Lekin qaysi ko'chaga yetib kelish jarayonlarini endi mahalla raisi ishtirokida, mahalla raisi tomonidan hozir bilamiz, har bir mahallada o'zini Telegram kanallari,
har xil mahalladagi o'sha idorada eshigida e'lon biz beramiz qachondan boshlab bu mahallada o'tkazilish masalan. Lekin barcha hududlarda bu jarayonlar o'zi parallel boshlanadi. Sababi o'zi bitta mahallani o'zini 7 xodimi bor, u 7ligi o'sha mustaqil ravishda o'zi boshlaydi. Chunki so'raganimki, ya'ni ko'pchilik ishlaydi, davlat ishlari, turli yumushlar bilan ko'chada bo'lishi mumkin. O'sha paytda, ya'ni mahalla 7ligidan vakil borgan paytida, misol uchun xonadonda inson bo'lmasligi mumkin. Mana shunday ovoragarchiliklarning oldini olish maqsadida qanday bir mana bu borada ham bir ogohlantirish tadbirlari bo'ladimi, qanday bo'ladi? Juda to'g'ri masala ko'tarildi, lekin bir narsaga ahamiyat qaratishimizni so'rardim. Mahalla 7ligi a'zolari eng asosiy urg'u beradigan joyimiz ushbu mahallada yashaydigan fuqarolarimizdan tanlab olinganda, bu albatta mahalladagi mana shu Zohidjon akam aytgan har bir mahalla kesimidagi shu ro'yxatga olish jarayonlarida bevosita kunda birinchi yarmidami, kunda ikkinchi yarmidami o'tkazishdi. Eng asosiysi biz urg'u berayotganligimiz mana shu onlayn fuqarolarimiz o'zi onlayn ro'yxatdan o'tish tizimini biz joylarda juda ham katta bir targ'ibot qilmoqchimizki, negaki bu albatta qancha fuqarolarimiz o'zlari onlayn tariqasida ro'yxatdan o'tsa, shuncha mahalla 7ligi a'zolariga va tegishli mana shu yo'nalishda faoliyat olib yurgan mutaxassislarga ham osonlik beradi. Nimagaki? Chunki biz xonadonga kirganimizda ism familiyasini shu tizimda mobil ilovada kiritganimizda bu fuqaromiz ro'yxatdan o'tganligi aks etgan bo'lib chiqadi-da, o'zi o'tkazilgandan keyin. Shuning uchun biz asosiy urg'uni mana joylarda Zohidjon akam aytdiki, bugun barcha 9008 ta mahallalarni o'zini aholisi bilan birga mahalla 7ligini birlashtirgan ijtimoiy tarmoqlar, Telegram kanallar, guruhlari bor. Mana shu eng asosiy biz urg'u beradiganimiz O'zbekiston mahallalar uyushmasida bir tizim yaratilganki, 9008 ta mahallalarni Telegram guruhlarini bevosita biz bir joydan integratsiya qilish tizimi. Ya'ni bir xabarni qoldirsak, to'g'ridan to'g'ri bu 9008 ta mahallani Telegram guruhlariga mana shu xabarimiz yetib borish tizimini ham biz joriy qilganmiz. Bu albatta mana shu onlayn tizimdan o'tadimi yoki ro'yxatga olish ishlari boshlanganimi va bevosita shu xalqimizni mana shu siyosiy jarayonda o'zlarini ham muhim bir haligi nima deydi, ishtirok etishligiga bir qiziqish bildirishlarini ham biz targ'ibot qilishimizga bu oson bo'lib qolardi. Bir narsani ta'kidlashim joizki, ishonch bilan ayta olamizki, bugungi kunda mahallani, xalqimizni mahalla 7ligi tizimidan yaxshiroq biladigan bir bizni tizim yo'qligi, bu agar shunaqa desa biz noto'g'ri bo'lmaydi. Chunki mana shu Zulayxa opamiz aytgan savolnomalardagi mahalla 7ligi a'zolari to'ldirilishi savolnomalardagi aks etgan savollarga mahalla fuqarolari bir qanaqadir noto'g'ri tushunmasligi deb aytilgan joyga to'xtalib o'tsam, men yuqorida aytdim, 4 marotaba xatlar o'tkazildi deganim, mana shu raqamli mahalla platformasida aks etgan savolnomalar bugungi kundagi biz ro'yxatga olish jarayonida qo'llanilgan savolnomalar bilan juda ham to'g'ri keladi. Buning ichida aholi, xonadon, yashash joyi, farzand, har bitta inson uchun, bir fuqaro uchun barcha yo'nalishdagi savollar bu platformada aks etgan. Nima demoqchiman? Fuqarolarimiz bugungi kunda bu savollarga albatta tayyor. Ular, men ishonamanki, bu jarayonda, muhim jarayonda mahalla 7ligi orqali hurmatli prezidentimiz biz ta'kidlab berganligi, aholi hozirgi kunda mahalla 7ligiga ishonyapti. Unga bir dalda bo'lyapti. Hech bir qaraganda mahalla 7ligi a'zolari ko'chalar kesimida xonadonlar bilan yurgani bu tabiiy holat. Shuning uchun ham juda ham to'g'ri bo'ldi deymanki, bu tizimda joriy etilganligi. Va so'nggi savollardan biri, vaqtimiz yakunlanib boryapti, tezroq javob berishingiz kerak. Zohid aka, ma'lumotlarning xolisligi bu qanday tekshiriladi, bu bir, va mana shu jarayon yakunlangandan so'ng ma'lum bir ma'lumotga ega bo'riladi. Aholi tarkibi, uni yashash sharoiti, shu qishloq xo'jaligi yerlari, umuman o'sha chorva bilan bog'liq ma'lumotlarga ega bo'ladi. Bu ma'lumotlar nima maqsadda foydalaniladi degan savol o'rtaga tashlanadi. Birinchi xolisligi, keyin shu. Avvalambor ushbu yaratilgan axborot tizimida aynan kiritilayotgan ma'lumotlarni ham savollar orasida tekshiruvi, mantiqiy nazorati yo'lga qo'yilgan va undan tashqari vazirlik idoralaridagi mavjud ma'lumotlar bazasiga integratsiya qilish ham aynan shu farmon bilan belgilab berilgan va uni ro'yxati ham keltirib o'tilgan. Ya'ni bu degani fuqarolar tomonidan to'ldirilayotganda adashib yoki bilmasdan turib yoki to'liq ma'lumot bermaslik holatlari mumkin. Xatolikka yo'l qo'yilgan holatda bu ma'lumotlarni ogohlantirish orqali, ya'ni xatolik to'ldirib, masalan, qaysidir 15 yoshga yoki qaysidir balog'at yoshiga yetmagan anaqani oilali deb belgilash holatlari kuzatilishi mumkin. Shunda tizimni o'zi ogohlantiradi va to'g'rilashni so'raydi. To'liq
to'ldirish nuqtai nazaridan tizim qachonki to'liq to'ldirilgan, savolnoma to'liq javob berilgandan keyingina faqat yakunlanadi. Va bu ma'lumotlar nima uchun maqsadda foydalanadi? Endi avvalambor bu o'sha birinchi bosqichda dastlabkisi 26-iyul oyida e'lon qilinadi, yakuniysi 27-yil iyul oyida e'lon qilinishi belgilanmoqda. Bu eng avvalambor shu hududlardagi dasturlarni manzilli tashkil qilish. Ya'ni bog'cha, maktab, tibbiy muassasalarni to'g'ri joyga, to'g'ri hajmda qurilishi, yo'llarni, infratuzilmalarni to'g'ri shakllantirish va aholi bandligini, farovonligini ta'minlash uchun qanaqa qo'shimcha choralar belgilanish rejalar, dasturlar tuzish uchun ishlatiladi. Albatta, farmonda yana bir qator masalalar ko'rilgan. Bu davlat organlari tomonidan ma'lumotlar, o'z xodimlari haqida ma'lumotlarni o'sha census.uz saytiga kiritib borish masalalari bor. Yana bir qator, ya'ni qishloq xo'jaligi bilan bog'liq masalalar bor. Bular haqida navbatdagi dasturlarimizda suhbatlashamiz. Bugungi studiyaga tashrif va bizga bergan ma'lumotlar uchun minnatdorlik bildiramiz. Siz Studiya 24 ni tomosha qildingiz, bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.